Ko'p hollarda birgina kasallikning o'zi emas, noto'g'ri qo'yilgan tashxis ham odamlarni qiynaydi. O'zbekiston bo'ylab har yili minglab bemorlar birgina so'z, ya'ni noto'g'ri tashxis tufayli o'zlarini umidlarini so'ndirib qo'yishadi. Noto'g'ri tashxis bu shunchaki tibbiy xato emas, inson hayotidagi eng qadrli va qimmat sog'liqni yo'qotishdir. Ba'zida bir kunda aniqlanishi kerak bo'lgan tashxislar oylab davolanishni, noto'g'ri dorilar iste'mol qilishni, nojo'ya ta'sirlar va albatta stressga sabab bo'ladi. Ko'pchilik bemorlar keyin tushunishadiki, men o'sha paytda to'g'ri joyga murojaat qilganimda edi, balki hammasi boshqacha bo'lardi. Medmap shunchaki bemorlarni xorijga jo'natuvchi platforma emas. Biz Hindiston, Turkiya va Yevropadagi bir nechta klinikalar bilan ishlaymiz. Bemor o'z tahlillarini onlayn yuborishadi va 24 soat ichida ishonchli javobga ega bo'lishadi. Shu orqali bemorlar o'z vaqtlarini tejaydilar va ortiqcha davolanishdan saqlanadilar. Tashxis bu taqdirga yozilgani emas. Sizda ham tashxislaringizga nisbatan shubhalaringiz bo'lsa, Medmapga bog'laning. To'g'ri qaroringiz orqali hayotingizni, sog'lig'ingizni saqlab qoling.